bittasi ishlaydi. Assalomu alaykum. Bugun yana bir xonadonimiz mebellarni chiroyli qilib bitirib berdik. Bu xonadonimiz mebeli jami bir hafta ichida tayyor qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho bering. Bu oshxona mebelimiz fasad qismlari Rossiyan Kastamonu firmasi Akrildan, stolesnitsasi искусственный камень, gaz yoniga kargo mexanizmini qo'yib berganmiz. Gazini tagiga tortma qo'yganmiz. Tortmamiz tandem mexanizmida va qoshiqdan ham bor. Xo'p, o'rta qismi va antresolga podsvetka qo'yib berganmiz. Tepa va pastdan yonib turadi. Asosiysi bulun profildan bo'lgan oynalari juda chiroyli ko'rinishda chiqqan. Va bu tarafga moykani chiroyli va ko'p funksionalli moykadan berganmiz. Trenddagi moyka. Har bittasi ishlaydi. Moykani tepasiga sushilka qo'yib berganmiz. Kuxnyamiz tekis bo'lmaganligi sababli ozgina burib ayriltirib chiqarib berganmiz. O'ng tarafida ya'ni penal joylashganmiz. Mikrovolnovka, duxovka va kirmoshina bulun profil bilan yopib bergan. O'ng tarafida xolodilnik va suxoy xolodilnik qo'yib berganmiz.